Range Rover autobiografik mashinasi tayyor bo'ldi. Bittasi Andijon viloyati Andijon shahriga, ikkinchisi Samarqand viloyati Urgut tumaniga chiqaramiz. Mana oldi ko'rinishlari. Tez bo'lib turibdi. Glarni svitlari yonadi, Powerotning svitlarigacha yonadi, oldi abrisovkalar yonadi, ballonlar rezin yumshoq bo'lgan, yurgandan o'zar chiqmaydi. 4 ta ballonlar amortizator motorchilargacha bor. 55 kilogacha bo'lgan yuk ko'tara oladi. 6 yosh bola uchun mo'ljallangan. Mana bakoylari unaqa yon tarafga qaylanadi, bakoylargacha. Yo'llari ham cho'tki qilib ishlangan, eshiklari ham kattagina, eshiklarning ichida spiral svitlarigacha yonadi. Mana orqa ko'rinishlari, mana Powerotning svitlarigacha yonadi. Orqa ko'rinishi mana bu ham tayyor bo'ldi. Hop, ikkita o'rindiqli ekoko'ysidini, remellari, putlari, zaryadka simlari bor, pedalida boshqarsa bo'ladi, rullada boshqarsa bo'ladi, signallar bor, multimedia sistemasi bor, fleshkalargacha qo'ysa bo'ladi, Powerotninglargacha bor, mana shunda o'ngga chapga qayilganda ishlaydi hammasi. Oldi torpedkalar, mana tablolarga ishlayapti, mana yonib o'chishlari ham hammasi, muzikalari ham bor, korok perdachiklar bor, pedal orqali yo'l tizimladi. Hammasi bor. Mana mashina ham tayyor bo'ldi, zakaz bersangiz sizlarga ham qo'yamiz.